Quyosh yo'q, lekin солнечный panel zaryadni qayerdan olyapti? Bugun bu temamiz emas. Bugun temamiz семейный гостевой dom. Mana bu гостевой domimizda 9 ta xonadan iborat. Ikkinchi etajda o'zida 5 ta xona mavjud. Birinchi etajda esa 4 ta xona. Podvalda kotelniy, prachka xonasi hamda nебольшой oshxonachasi bor. Bu гостевой domimizda mana buncha rozetkalar nimaga kerak deysizmi? Bu ikki xil variantda qilingan. Отдельно karavotlar tursa, mana bu rozetka o'rtada qoladi. Agar xotin kelsa, agar o'rtaga qo'yilib, chetlari kerak bo'ladi. Отдельно kelganda ikkita do'stlar kelsa, ikkita yondan karavotchilar turadi. To'pki bo'ladi. Mana bu yerimizda TV zona va kompyuterli stolik. Mana bu yerda choychalari, nimalari turadi. Ishimizni yuragi hisoblangan shitovoyimiz. Shitovoyimizda sistemasi kartochniy. Shuni resepsiyondan yoqqanda полный номeri sveta yonadi. Mana bu yerda slavotochka qismlari EMP shitchat o'rnatib, полный kamera, internet, televideniye, усилительlar hammasi shu yerda to'planadi. Bu qilgan ishlarimiz chorna montaj bo'ladi. Xudo xolasa 2026-yilda bu obyektimiz bitadi. Bitta obzor qilib beramiz. Elektrika ishlari kerak bo'lsa, bizlarga murojaat qilmanglar.